akalar, bilasizlar, xani-xuni ish qilmaymiz. Sizlarga hozir bitta cho'tki narsa ko'rsataman. 8 yil davomida chizilgan uy proyektini sizlarga ko'rsatmoqchiman, chunki ichlarida nihoyatda qulayliklari ko'p va kelajakda xuddi shunday uylar nihoyatda ko'payishni boshlaydi. Shuning uchun oldindan kelajakni ko'rib, aql ko'zi bilan oldindan kelajak uylarni qurishimiz kerak. Pishiq, qulay, sodda, chiroyli qilib inshaalloh. Kanalimga aktiva tushib ketdi. Shuning uchun shu videoni olyapman va xalqqa foydali bo'lishligi uchun. Shuning uchun aka kanalda bir poddersha qilishligi uchun like bosib, obuna bo'lib, qurilish qilayotgan do'stingizga maksimal jo'natib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi. Qurilish qilayotgan akalarimiz xushyor bo'lamiz. Endi proyektni sizlar bilan tanishtiraman. Proyektga sizlarni tanishtiraman. Mana proyekt sizlarga tushuntirib beraman. Bu rasxodlar. Ya'ni batafsil tushuntirib beraman. Xullas bu yerda nima bo'lyapti? Xo'p, bu yerda to'rga bo'lingan fundament quyilgan. Rasxodlarni ham tushuntirib beraman. Hozir qancha armatura ketgan, qancha beton ketgan. Bu proyekt akalar 8 yil davomida o'chirilib, yana nima deydi, boshqatdan chizilib, o'chirilib shu holatga kelgan nimasi. Juda qulayliklari ko'p, yangiliklari bor ichida. Obunachilarga, kuzatuvchilarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzatib turing. Shu uyni bitganlarini ham inshaalloh ko'rsatamiz. Xo'p, proyektdan boshlaydigan bo'lsak, oldin proyektni tushuntirib beray, keyin rasxodlarga o'tamiz. Xo'p, bu proyektda nimalar bor? Xo'p, asosiy kirish qismi bu. Asosiy kirish qismi va bu yerga zalga o'tiladi bu eshikdan. Zalga o'tiladi. Oldi polniy panorama bo'ladi. Xo'p. O'ng tarafda esa oshxona bor. Xo'p, undan keyin oshxonaga kirsangiz bo'ladi. U yerdan chiqib zalga o'tsangiz bo'ladi. Va zaldan bu yoq tarafga o'tsangiz bo'ladi. Bilasizlar, bizni kottej forma uylarda nima deydi, o'g'lini uylashda qanaqadir noqulayliklar bo'ladi. Chunki bitta joydan kirib chiqish va sanuzellar ham bitta yoki ikkita bo'ladi, g'alati bo'ladi. Xo'p, bu proyektda qanday решение qilingan? Bu proyektda shunday решение qilinganki, mana bu родительскийda odam yosh o'tgandan keyin o'g'lini bu yoq tarafga uylab qo'yaveradi-da. Родительскийda bemalol движение qilsa bo'ladi, bu yoqqa o'tsa bo'ladi, oshxonaga o'tsa bo'ladi va bu yoqdan chiqsa ham bo'ladi. Xo'p, bu proyektimizda 3 ta bitta asosiy, 2 ta запасной vxод bor. Bitta mana запасной vxод bor, ikkinchisi bu yoqda запасной vxод bor. Sanuzyullari 2 ta sanuzyuli bor va bu katta kotelnisi bor. Buni детский deymizmi, qandaydir bir детский, kichikroq детский xona. Bu родительский xonasi. Xo'p, endi birma-bir tushuntirib beraman sizlarga, mana shu proyektni ko'rsatib. Xo'p, bu proyektimizda betonlari nechili armatura ishlatilgan va qanaqa qulayliklari bor, bu narsalarni sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchisi mana shu koridordan kirgan holatimiz. Shu o'rtadagi koridordan kirgan holatimiz. Koridor qaranglar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Xo'p, bu uy shunaqa past bo'ladiki, 15 sm bilan uyning ichiga kirasiz. Xo'p, stashkadan keldingiz, stashkadan kelganingizdan keyin 15 sm bilan kiryapsiz-da. Undan keyin oyoqni betga yechiladi. Oyoqni betga yechilgandan keyin uyda ko'rib turibsizlar, ayvonni nima deydi? Bunaqa narsa yo'q. Ichkariga tuflini yechgandan keyin hamma tufliga ilashgan qum bormidi? Xashi bormidi? Bitta qoladi-da. Bu yoqqa oyoq yalang chiqasizlar. Gilam boshlanadi o'zi. Xo'p, sizlarga aytayotgan kuxnya ashtam pergorodka bo'ladi, hali to'liq hal qilingan yo'q. Pergorodka bo'ladimi yoki arka bo'ladimi? Xullas, bu oshxona. Oshxonamiz 5 ga 4 bo'ladi. Koridorimiz 3 ga 620 bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafda pergorodka bor va bu zalga o'tish qismi. Keyin yana bitta narsa, mashina narsalarni, betonlarni tepasini og'izdirib tashlaganmiz. O'sha beton quyilayotgan paytda mana e'tibor berayotgan bo'lsalaring, bu yerda olindi. Va bu yerda ham olingan. Nima uchun? Ertaga bu to'plipol bo'layotganda, shu yerdan o'tib ketadi-da, to'plipol mana bunga 0 bo'ladi. To'plipol mashinaga 0 bo'ladi. Xo'p, endi proyektimizning zal qismi bu.
Bu yoqda gastiniy zona bo'ladi. Ya bu yoqda bo'lar ekan gastiniy zona, bu yerda dam oladigan zona bo'ladi. Xo'p, bu yoq tarafda televizor va hokazo, balki tagida haqiqiy kamin qilishimiz ham mumkin. Nima deydi haligi? Bo'ladi-ku. Hali hal qilmadik. Xo'p, bu zal qismi bo'ladigan bo'lsa, Projektimchi eskirib qopti ustalarning qo'lida. Xo'sh. Ammo eshik. Mana o'sha eshikka kelyapmiz. Shu yerda eshik bo'ladi va koridor, mana shu 2 koridor bor. Va to'g'rida mana sanuzel bor. To'g'rida mana o'sha 280 ga 2 metr deyilyapti bu yerda. Xo'p, mana shu sanuzel bor. Bu yerda unitaz. Xo'p, dushovoy kabina, kir mashinaga kanalizatsiya qo'yib ketilgan va umumlik. Ikkinchisi roditelskiyni ko'rsataman. Mana roditelskiy. Xo'p, roditelskiy eshigi bu yoqda bo'ladi. Kirilgandan keyin divan va hokazo va bu yerda bitta cho'tki narsa bor. Aytib pergorodka bo'ladi-ku. Bu yoq tarafda eshik bo'ladi. Mana ko'rib tursalaring, bitta zina bor. Mana zina ko'rsatilgan. Bu yoq tarafi teva qismi, bu yoq tarafi birinchi chiqish qismi. Va bu yoqqa ikkinchi etajga chiqiladi. Yoki mansardga chiqiladi. Hozir bu holatda bizda mansard bo'ladi. Kimdirki buni 2 etajli qilib qilsa ham bo'ladi. Bu yerda eshik bo'ladi. Ochganingizda ichkarida 1.30, 1.20 devorli qismi, devorni перегородкаligini hisobiga bitta 1.40, 1.5lik garderobka. Shkaf, bunday narsa bo'lmaydi-da, garderobka bo'ladi. Zinani tagida, endi tasavvur qiling, bitta zina bor tevalaringda, o'shini tagida garderobka bo'ladi. Kiyim-kechak va hokazo poyabzallar qo'yib, akkuratni mana shu yerda o'zida xo'p, переодеваться qilsa bo'ladi. Xo'p, bu yerdan chiqamiz roditelskiydan. Ikkinchidan keyin bu yerda eshik bo'ladi, bu yoqqa xud. Bu yo'lay, tashqariga yo'lay chiqish. Xo'p, bu narsa mana qulayliklarini aytaman. Bitta cho'tki qulayligi bor. Mana bu zal bor-ku. Mana shu zalda. Xo'p, mana shu zalda deylik ko'pchilikda mehmonxonalar quriladi. Alohida joyga, eshikni yoniga 6 ga 4 qilibmi, 7 ga 4 qilibmi mehmonxonalar quriladi-da. Mehmonxona xo'sh, qachonki mehmon kelsa-gina ishlaydi, bo'lmasa shu oylab, yillab, muzlab qishda yotadi. Birov kirmaydi ham, birov foydalanmaydi ham. Ortiqcha yerda egallaydi, u ortiqcha pul rasxod qilinadi unga. Xullas, lishni rasxod. Bu yerda shunday rishina qilinganki, akalar. Bu yerda shunday rishina qilinganki, xo'p, bu zalimiz sizga mehmonxona vazifasini bajarib beradi. Qachonki mehmon kelganda. Mehmon kelmagan paytda bo'ldi, bola chaqangiz o'ynab, o'zingiz dam olishingiz mumkin. Xo'p, mehmon kelgan paytda oila a'zolaringiz, ayollar turgan bo'lsa nima bo'ladi, bola chaqalar? Uni ham cho'tki qilib rishina qilingan. Xo'p, mehmon keldi. Siz mendan mehmonni kutib oldingiz. Olib kelyapsiz, qandaydir favqulodda kelib qoldi mehmon. Umuman qo'lingizni yuvishini taklif qilib, bu yoq tarafdan eshikni ochganingizda ayollar, bolalar yerda dam olyapti. Televizor ko'ryapti. Aytasizda, po'sh o'piringlar deydi. Bizda endi vodiyda po'sholinglar deyiladigan bo'lsa, значит, begona odam kelgan, значит, biz ko'zga ko'rmasligimiz kerak deydi-da. Qamalib qolmaydi, bilasizlar, yerda eshik bor edi. Eshikdan koridorga o'tib ketaveradi, nariyoq tarafga. Dalshi nariyoq tarafga o'tib ketadi, xona bo'sh edi. Bu yoq tarafda gastiniy zona, oldi panorama. Xo'p, bu yoq tarafdan o'tib kirib, o'shdan choymidi va hokazolarni olib kelib, gastiniy zonada o'tirgizib, mehmon qilib, yana shunday chiqarib yuborasiz. Va shu qulay bo'lgan. Xo'p, mehmon ketdi, zal bo'shadi. Zaldan yana dam olish uchun oila a'zolaringiz bilan foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, yana bitta narsalar bor. Bitta tashqarida уже kanalizatsiya trubasi chiqarilgan. Mana bu narsa nima? Bu narsa shunday narsaki, xo'p, bu yerdan chiqib ketgan kanalizatsiya turbani bekor turib devorning ichasiga tiqildi. Kanalizatsiyani nimasi
ya'ni dimoxodi tashqarida tarchit qilib chiqib turmaydi. Tashqarida tarchit qilib chiqib turmaydi. Biz uni bu yoqqa olib chiqib qo'ydik. Bu yoqqa olib chiqib qo'ydik, uni dimoxodni tomga chiqarib yuboramiz. Bu ya'ni kanalizatsiyani xo'p, dimoxodi. Yana bitta life hack. Xo'sh, yana nima? Bu yerda qo'shimcha nimalar qo'yganmiz. Endi rasxotini ham ko'p gapirib yormaydi. Rasxotini ham sizlarga tushuntirib berib ketay. Nimalar ketdi, qancha armatura ketdi? Bitta qoldi. Xo'p, zal davom etyapti. 3 metrli zal. Bu yoq mashikacha davom etadi 120 gacha. Bilasizlarmi, bitta zina bor. Mana zina bor, zinadan chiqib turib, xo'p, mana zinani kichikroq, mana pastki qismi pastroq bo'ladi-ku, birinchi chiqish boshlanish zinasi. Mana bu detskiga garderobka bo'lmaydi, tumbichka, xullas o'sha nima deydi? Nimalar kiradi, xullas, chiqadi, kiyim-kechaklari, tuflilari va hokazolari turadigan detski zinani tagiga tiqib yorilyapti, shunaqa rishina qilinyapti. Xo'p, yo tarafdan ikkinchi etajdan xudo xolasa bitganda chiqib ham ko'rsatib beraman. Dalshi, buni tagi hozir tushuntirganimdek roditelskiyni garderobkasi bo'ladi. Xo'p, bu yerda tasavvur qilinglar, bu yerda pergorodka bor. Undan keyin bu tarafda detskiy komnata bo'lyapti. Xo'p, bu yerda 2 sanuzel bor. Keyin men tushuntirganimdek, mana shunday ko'rsatayman bo'ladi. Tushuntirganimdek, mana bu koridorda turibmiz. Hozir biz bu yoq tarafda ham xod bor, tashqariga chiqish. Xo'p, tashqariga chiqish bor. Bu yoq tarafda o'sha sanuzelga kiradigan, 2 sanuzelga kiradigan nima bor? Bu yerda ham dushoy kabinaga o'xshagan narsa bor, univalnik bor va unitaz bor. Bo'ldi. Undan keyin bu yoq tarafdan chiqsangiz bo'ladi-da. Xohlasangiz mashinangizni shunday kelasiz, parkovka qilasizda, bu yoq tarafdan kirib ketasiz. Xohlasangiz bu yoq tarafdan o'tib oldidan kirasiz. Xohlasangiz nari yoqqa mashinani qo'yib, bu yoq tarafdan kirib kelasiz. Shunaqa cho'tki rishina qilingan, nihoyatda xipchan nima qilingan, shunday qilingan. Keyin bu yoq tarafda qaranglar. Beton qurib qo'yildi. Teva ochiq bo'ladi. Nima bo'lmaydi. Nima desa bo'ladi? Teva ochiq bo'ladi, darvozaxona bo'lmaydi. Ochiq turadi dema. Chunki odam charchab keladi-da. Tashqaridan gayi bilan tortishadimi, klient bilan tortishadimi, xullas tashqaridan o'sha qiynalib, oilaga, ro'zg'origa qiynalib, qancha harakat qilib shu uyga dam olgani keladi-da. Uyga dam olgani kelganida. Xo'p, bu yerda qandaydir yashil zonalar kutib olish kerak. Odamni xuddi jannatga kirib kelgandek uyingizga kirib keladigan bo'lsangiz, odam xuddi jannatga tushib qolgandek o'zini hali psixik dam olishni boshlaydi, moralniy dam olishni boshlaydi. Ashunda haqiqiy orzu bo'ladi. Undan keyin ko'chada ham ishlari cho'tkuyda dam olgandan keyin 5 bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, men bitta narsani ko'rsatib o'tib ketmadim. Bitta tashqaridan nima qilingan, eshik qo'yilgan, bu yerda kotelniyimiz bor. Kotelniyimizning eshigi bu yoqda bo'ladi. Xo'p, bu yerda kotel turadi va xuddi shu yerdan to'pli-pol bilan kuxnya, zal, roditelskiy полностью mashina isitadi. Kollektorlari bu yoqqa o'rnatiladi. Xullas, xudo xolasa, ularda ham batafsil sizlarga qanday to'pli-pol qilinyapti, qanaqa rishina qilinyapti va qanaqa kotellardan foydalanyapti va qancha rasxod bo'lyapti. Xudo xolasa, obuna bo'lib, like bosib, qurilish qilayotgan do'stingizga tashlab qo'ying. Albatta foydasi tegadi inshaalloh. Xo'p, nima deydi? Kelgusi videolarimizda obuna bo'lib qo'ysangiz, birinchilardan qanaqa shu holatdan qanday qilib o'sha katta nima deydi, tomigacha bitgan va ichlardagi remontlarini biz batafsil videolarini qilib tashlab boramiz. Inshaalloh xalqimizga manfaatli bo'lishligi uchun. Xo'p, mana bu narsa nima? Bu haqida ham ma'lumot berib ketay, video cho'zilib ketyapti, xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, bu narsa shunday narsaki, bu tarafda stalba bor. Stalbadan travuz nimaga qo'yamiz. Travuzga betonni teshib turib, bu yerdan o'tib ketilgan. Ashitda tok bor, Tok bor.
3 faza olib kirganman. Bu yoqdan ichkariga kirib ketgan. Va bu borib nariyoqqa chiqqan. Mana bu koridorda katta shit bo'ladi, upravleniyasi. Va u yerdan yana 3 faza qaytib Katenniga chiqqan. Katennidan balki biz tentdan foydalanamiz, balki xullas shu 3 fazadan shundan foydalanishimiz mumkin. Shuning uchun balki 3 fazali karcher qo'yarmiz vaqtiga kelib. Shuning uchun shu yerdan chiqarib qo'yilgan. Kelajakda balki tent bilan istarimiz agar rasxodi to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa. Xo'sh, menimcha hamma narsani tushuntirdim. Endi sizlarga rasxodlarni aytib o'taman. Rasxodlarimiz bu yoq tarafda bu nimaga qo'yilgan? Bu yoq tarafda oyna bo'ladi. Bu yoq tarafda oyna bo'ladi. Bu yoq taraf полностью panorama, naryoqlar ham полностью boshdan oxirigacha panorama bo'ladi. Oldi eshiklar ham neobычный xullas panoramli akvaramlardan bo'ladi inshaalloh. Xo'p, rasxodlarga keladigan bo'lsak, betonimiz umumiy uzunligi 80 metr. Xo'p, bo'yi uzunligi, bu yoq tarafdagi uzunligi 11.20. Uyda ichlari rovna 5 dan qolgan 40 dan betonlarga chiqarib yuborasizlar. Uyda ichi 5 metrdan qolgan. Ikkinchidan, xo'p, uzunligi 15.40. 15.40. Endi bu yerda betonlarni armatura где-то biz 670 shunaqa men hisobladim, lekin aslida batga 700 dan ko'proq metr 14lik begovot armaturalari ketgan. 14lik begovot armaturalari ketgan. Ikkinchidan, xo'sh, 700 metr bo'lgan armaturani aytdim. Endi nimani kubaturasini aytaman sizlarga. Betonni kubaturasi. Xo'p, stikonga Hafta 13 ta tochkada stikonlar bor yerda tagida. Ya'ni 80 sm ga 80 sm chuqurligi 1 metr bo'lgan stikonlar bor. Har bitta mana shu stumlarning tagida. Xo'p, unga 8 kubayu 8.32 kuba 8.32 kuba короче beton ketgan. Men kubalarni hisoblab chiqdim. Xo'p, ikkinchisi podushkamiz 80 ga 30 bo'lgan. Ba'zi bir joylari 90 ham bo'lib qolgan. Xo'p, 80 ga 30, uzunligi 80 metr. Mana shunaqasiga oraliqlari, uzunliklari xullas hammasi 80 metr bo'ladigan bo'lsa, xo'p 19 kubayu 19.2 kuba beton ketyapti podushkasiga. Podushkani balandligi 30, eni 80, uzunligi 80 metr. Xo'p, undan keyin tevasidagi betonimiz, tevasidagi asosiy fundamentimiz bu 40 ga 50 qilingan. 40 ga 50 qilingan va 40 ga 50 qilinganda bu 16 kubani tashkil qilyapti. 16 kubani tashkil qilyapti. Mana shunaqa, mana shuni bitta rasmga olib naqa qilib olsalaring, mana bu proyektni kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kim qiziqqan bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan so'rasalaring, endi men nima deydi? Tashlab beraman sizlarga. Shunaqa uylar qulay va issiq, yozda muzdek uylar ko'payaversin, xalqimizga foydali bo'ladigan, ekonomichniy, ekologik uylar ko'payaversin. Men shundoq tekinga hech qanaqa evazlarsiz men Telegramdan shuni PDF-ni tashlab beraman. Shuni ustingizga ko'rsatadigan bo'lsangiz, tushunadigan. Bemalol shu bo'yicha fundamentlarni qilib, uylarni qilsa bo'ladi inshaalloh. Hammamizga chiroyli, qulay, sifatli va har bitta avlod kelib o'ziga yangi otasining uyini buzib, yangi o'zi uy qurib, deb shunaqa buzilib qurilaveradigan uylar emas. Bitta qurildimi, o'sha 3 avlod, 4 avlod, 5 avlodgacha otamiz zo'r uy qurib qo'ygan, qulay uy qurib qo'ygan degan nima deydi? Xursand bo'lib shunaqa uylarda yashab yurish nasib qilsin. Nevaralarimizga ham inshaalloh. 8 yil davomida chizilgan proyektimiz agar sizlarga
yoqqan bo'ladigan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qurilish qilayotgan do'stingizga tashlab qo'ying va kanalga obuna bo'lib, videolarni kuzatib boring. Bularda hali bosqichma-bosqich videolarini qancha rasxod ketyapti, nima bo'lyapti, to uni ichiga kirib yashab va u yerda nima deydi, qilayotgan tok rasxodlari, qilayotgan ko'mir rasxodlari deymizmi, xuddi o'shunaqa rasxodlarni hammasini sizlarga yoritib boramiz qo'ldan kelgancha. Obuna bo'lib videolar kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.